Bugun mana Lokomotiv jamoasi a'zosi Muhammad Ali va Paxtakor jamoasi a'zosi Timurni taklif qilganmiz. Shu darajaga yetishiga ko'proq nima sababchi? Ko'proq mehnat qilish kerak deb hozir. Хорошее чувствуемся. Много там места занимаете, много вершин занимаете, да? Особенность этого в чем? Нам помогает вот в турнирах, в играх уверенность. Мы просто выходим по тактике нашего тренера играем. Assalomu alaykum hurmatli futbol ixlosmandlari, ayniqsa yosh va umidli o'yinchilarni ixlosmandlari desak ham adashmagan bo'lamiz. Bugun biza Soccer Kids jamoasi bir yangicha o'zimizga an'anani kashfiyot qildik desak ham bo'ladi. Turnirimizda ishtirok etayotgan juda ham bir o'zini yaxshi hislatlari bilan, yaxshi o'yinlari bilan o'zini namoyon qilib kelayotgan yoshlarni taklif qilib suhbatga tortishni o'zimizga maqsad qildik. Xuddi shu maqsadga muvofiq bugun mana Lokomotiv jamoasi a'zosi Muhammad Ali va Paxtakor jamoasi a'zosi Timurni taklif qilganmiz. O'zingizlar to'g'risida informatsiya berasizlarmi? Tanishtiringlar o'zingizlarni. Meni ismim Muhammad Ali, Hojiakbarov Muhammad Ali. Yoshim 9da. Lokomotiv komandasidaman. Молодец. Qaysi pozitsiyada o'ynaysiz? Полузащитник. Тимур? Здравствуйте, меня зовут Тимур Азамжонов. Мне 9 лет, я играю в Академии Пахтакора в основном составе. Молодцы. Bu ikkita yoshlarni men o'zim juda ham ko'p muxlisaman, o'yinlarni kuzatib boraman. Oxirgi mana yillarda aytish mumkinki, juda ham katta o'sishlarga erishayotgan Lokomotiv jamoasini ham alohida aytib o'taman. Boboxon aka boshchiligidagi komanda oxirgi yillarda mana juda ham ko'p yutuqlarga erishyapsizlar. Undan tashqari juda ham o'sish katta. To'g'rimi? Shu jumladan Paxtakor akademiyasini 2015 vakili Timur ham ustozlarini yaxshi bilamiz. Farruh aka juda ham talabchan, yaxshi, o'zini ishini ustasi, yaxshi murabbiy deb hisoblaymiz. Bular ham oldindan desak ham bo'ladi, juda ham ko'p yutuqlarga erishgan, bir marromda keladigan juda ham ajoyib jamoa. Endi bolalar aytinglarchi, shu jamoalarni shu darajaga yetishiga ko'proq nima sababchi? Talantli bolalarning ko'pligi sababchimi yoki ustozlarni qanaqadir boshqacha metodda trenirovkalar qildirishimi? Ustozlarni yaxshi trenirovka qiladi, mehnat qiladi. Biz o'shanga ko'proq mehnat qilish kerak deb hozir. Тимур, если тебе понятно вопрос? Да. Мы сначала делаем чувство мяча, то есть типа хорошее чувство мяча, потом мы часто переходим к передачам. Мы отрабатываем передачи, потом иногда мы делаем удары, иногда мы делаем квадраты. 1 на 1, и потом в конце маленький большой футбол. Я бы хотел немножко дополнить свой вопрос. Я хотел спросить насчет того, вот ваша команда, очень титулованная команда, да? Много там места занимаете, много вершин занимаете, да? Вот скажи мне, пожалуйста, особенность этого в чем? В команде, в футболистах или как? Или в тренере, или у вас там особая тренировка какой-то? Нам помогает вот в турнирах, в играх уверенность. Мы просто выходим по тактике нашего тренера играем. Молодцы, молодцы. Shu aytib o'tganimda, ikkala ustozlarni ham yaxshi bilganim uchun o'zimni minnatdorchiligimni bildirib ketaman. Kelajakda sizlarni ishontirib aytishim mumkinki, ajoyib futbolistlarimiz tarbiyalanyapti. Bunga amin bo'lasizlar. Endi yaqinroqdan tanishamiz. Muhammad Ali mana aytgan Lokomotiv jamoasida hozir mana polzashtada o'ynayapsan. O'zi futbolga kelishing qanaqa bo'lgan? Kim seni futbolga olib kelgan? Necha yoshingda kelgansan? Shu to'g'risida ham bir qisqacha ma'lumot berib o'tsang. O'zi 6 yoshimdan beri futbolga boraman. O'zim borganman-da, adamdan so'rab o'zim borganman. O'zim xohlab borganman-da. Keyin yaxshi trenirovka qilsang, men olib boraman deganlar adam. Keyin men trenirovka qilib, mehnat qilib, oxiri mana shu polzashnik 7-raqamga erishdim. Молодец. Adaylar sababchi bo'lganlar, o'zingni xohishing bilan olib borganlar.
mana hozirgi kunga kelib Lokomotiv jamoasi a'zosisan. Birinchi ustozing ham Boboxon ekanmi? Yo'q. Kim birinchi Sunnat ustoz? akam bo'lganlar. Keyin Mahmud akam bo'lganlar. Qaysi jamoa? Ular do'stlik bo'luvdi. Keyin Boboxon akam kelib bizdan zo'r ishlatib, oxiri Lokomotiv bo'ldi. Молодцы. Тимур, если тебе вопросы понятно? Да. Можешь ответить? Я к 1 году научился ходить, ну, то есть, типа, быстро начал бегать. Меня мама отвела на Академию джуниора. Мне сказали, что приходите к 3 годам. Я пришел к 3 годам, меня взяли, я так начал тренироваться. Раньше это 3 было... лет? С 3 лет, да. Раньше это было как хобби, а сейчас это просто мое занятие, чем я хочу заниматься. Первым тренером у меня там был дядя Надыр. Потом я перешел в Пахтакор Kids. В Пахтакор Kids у меня тренером был дядя Тиша и Азаке. Judayam zo'r. Aytinglarchi, menga hamma futbolchilarni o'zini kumiri bo'lgandek, sizlarning ham kumiringlar bo'lsa kerak. O'zbek futbolidan qaysi futbolchilarga muxlislik qilasizlar? Abbosbek Fayzullayev. Abbosbek Fayzullayev. Timur? Машарипов. Машарипов, молодец. А зарубежом, если? Ну, Роналду. Только Роналду. Криштиану? Да. Молодец. Ronaldo. А за какую команду болеете? Qaysi komandaga muxlislik qilasizlar, Muhammad Ali? Chet elda. Barselona. Hozir Barselona 4-0 5-3 ga yetib keldi-yu, o'shanga. Молодец. А Тимур? За какую Реал команду? Мадрид и Манчестер Юнайтед. О, молодец. Derbi qilib bo'lar ekan, значит, Barcelona, Real Madrid, да? Молодцы. Локомотив Пахтакор. Тоже дерби. Да, o'zi e'tibor beringlar, bilib taklif qilamiz mana bolalarni. Shuni aytib o'tish kerak. 2015 Paxtakor akademiya jamoasi va 2015 Lokomotiv jamoasini ham tez kunda o'yinini ko'rib qolamiz. Juda ham zo'r o'yin bo'ladi deb o'ylayman, to'g'risini aytsam. Да. Уже играли 1 раз. Да? Да. Молодцы. Biza e'tibor berib o'tgan bo'lsanglar, mana Soccer Kids degan turnir hozir bo'lib o'tyapti. Shu Soccer Kids turnirida aytinglar, sizlarda qanaqadir takliflar yoki жалобы, предложения организаторам есть? Если есть, там можете нам подсказать, там помочь, чтобы развиваться. Я могу предложить только добавить Soccer Kids. По-моему, в WhatsApp нету, нет? В WhatsApp? Да. Ну, уточним. Хорошо. Soccer Kids turniri zo'r o'tdi. Faqat sal anaqalar bor. Zo'r komandalarni yig'ib, Paxtakor shunaqa komandalarni yig'ib o'ynasak, shunda zo'r bo'ladi-da. Молодец. Jamoalarimiz bor endi yiliga shunga qarab moslashtirilgan. Endi qaranglar, sizlar bilan bir samimiy suhbatda endi bu har doim menga qiziq, chunki men ham bir futbolchilarning otasiman. Shuning uchun sizlardan so'ragan bo'lardim, ad-dushi deydi-ku. Qaranglar. O'yin paytida, во время игры, во время тренировки бывают такие случаи, да, тренерlar baqiradi, yoki ota-onalar baqiradi, родители там кричат, там между собой что-то, да, Тимур? Baqir-chaqir bo'ladi yoki aytaylik, mayli ota-onani bir chetga qo'yib turamiz, ustozlarning masalasiga kelaylik, вот trenera, да. Как вы относитесь на это? Trenerlarni o'yin paytida yoki mashg'ulotlar paytida agressiyasi, sizlarga noto'g'ri qilding, to'g'ri qil, pas ber deb baqirishiga, o'zi o'yin paytida umuman munosabat bildirishiga qanaqa qaraysan, Muhammad Ali? Yaxshi. Ular bizdan zo'r bo'lishimiz uchun shunaqa misol uchun qo'rquv bo'lmaydimi? O'yin o'ynayotganda shunaqa holatlar bo'ladi-ku, baqirib qolishadi, boshqa qilishadi, qanaqadir cho'chib ketib, naborot qanaqadir bosim ostida qolmaysanmi? Yo'q, mazza qilib o'ynayman. Молодец. Тимур? Ну, я слышу я понимаю свою ошибку, мне тренер ее еще раз говорит, я просто ее в следующий раз не делаю, все.
Не, я бы хотел еще тебя попросить, чтобы ты ответил. Вот, например, во время игры, там, во время тренировки, тренер кричит, да, ну, в агрессии, там, ты это неправильно сделал, или ты должен был туда идти, или туда идти, да. А как ты относишься к этому? Я имею в виду, что какое-то давление не влияет на твою игру? Да нет, все уже сделал, уже не вернуть назад. Молодец. Спокойно. Молодец. Ota-onalarga qara. Ota-onalar o'yin paytida baqir chaqir qilib, otinglarni aytib, balet qilgani yaxshimi, yo bu qanaqadir ortiqcha yana mas'uliyatmi? Лишнее этот, может, да? Мешает, да, как родители? Я не реагирую на это. Просто Ты не не смотрю. слышишь? Да, Как профессионал, да? просто не реагирую. Anga uncha bo'lmaydi. Unaqa qilishsa ham yaxshi bo'l, davay поддержка bo'ladi-da. Sangiz значит bosim bo'lmaydi. Spokойlik shart bo'lmaydi. Ota-ona Oddiy tomonidan. o'ynayveraman maza qilib. Yana bir narsaga to'xtalib o'tmoqchi edim. Я бы хотел спросить у вас про школу, про оценки, про ваше влияние футбола на учебу, на оценки. Futbol bilan mana bir hafta mobaynida necha marta shug'ullanasan, Muhammad Ali? Bormi? 3 marta. 3 marta shug'ullanasizlar. Aytgan menga futbol o'qishga qanaqadir salbiy ta'sir qilmaydimi? Ya'ni yomon taraflama. Maktabga ulgurmay qolishing yoki darslarni o'z vaqtida qilishga ulgurmasliging yoki baholarning pasayib ketishiga qanaqadir yomon tarafdan ta'sir o'tkazmayaptimi? Yo'q, yaxshi hammasi. Men 2da ketaman-da, problemga qolmayman uncha. Молодец. Yaxshi baholaring yaxshimi? Qaysi fandan? Qaysi maktab o'zi? 167. 167. Ustozing? Nafisa. Nafisa opa ko'ryaptilar, lekin qara, borganingni so'raylar. Aldasang ham, aldamasang ham so'raylar lekin. Молодец. А Тимур? Ну, у меня вторая смена, у меня все 5 почти, то есть типа в четверти выходит. Иногда в четверг бывает, нам тренировку в 5 ставят, и школа у меня заканчивается 5-й урок в 5:35. Я иногда пропускаю школу, ну, последний урок пропускаю, либо иногда остаюсь, говорю, то есть типа уже много пропускать это не делаю. А этот футбол не влияет каким-нибудь плохим? Да нет. Ты успеваешь, да? Да, конечно, на все успеваю. Qaysi darslarni endi futboldan tashqari, mana futbolni juda ham yaxshi o'zlashtirib kelyapsizlar, ko'ryapmiz. Bu mastera своих дел. Maktabdan qaysi fandan endi Muhammad Ali eng yaxshi bilgan fani? Tasviriy san'at, texnologiya. Tasviriy san'at bu rassomchilikda, to'g'ri tushunmayapman. Chizishga ustaman demoqchi. Молодец. Yana ikkinchi fan nima deding? San'at, texnologiya. Молодец. А Тимур? Твои любимые предметы? Английский? Ты хорошо знаешь английский? Молодец. Ты можешь нам пожелать удачи Soccer Kids? Например? На английском нет, не знаю. На английском? Нет? Не знаю, как сказать. Ага, молодцы. Я могу сказать Soccer Kids, то есть типа Soccer Kids хороший Forever, да? сделает хороший, ну, игры там. Organizuет. Timur mana juda ham to'g'ri ta'kidlab o'tdi. Soccer Kids jamoasini asosiy o'zini oldiga qo'ygan maqsadi shu yosh va umidli futbolchilarimizni kelajagiga yanada ko'proq tayyorlab olib chiqish va o'sha Xudo nasib qilsin jahon arenalariga mana qadamlarimiz borgan sari ko'payyapti. Butun dunyo nazari O'zbekistonga qaratildi desak xato bo'lmaydi. Xuddi shunga biz ham qanaqadir o'zimizni kichkinagina hissamizni qo'shib, shu yosh futbolchilarimizni dunyo arenalariga boshlayotgan qadamiga sababchi bo'layotgan bo'lsak, juda ham xursand bo'lamiz. Muhammad Ali mana aytgan, albatta Lokomotiv jamoasidan buni yuragin, to'g'rimi? Shu Lokomotiv jamoasidan tashqari o'zingizlar bilan tengqurlaringlar va turnirda ishtirok etayotgan boshqa qaysidir jamoani bilasanmi va qaysi jamoaga ko'proq muxlislik qilasan, yaqindan bilasan yoki o'yini yoqadi? Phoenix bor. Agimka bilan o'ynadik yaqinda. Paxtakor bilan ham o'ynadik. Paxtakor yaxshiroq-da. Молодцы. Тимур, я бы хотел спросить у тебя,
Вот, Paxtakor это команда твое сердце, да, например? Ты вместе, всегда вместе с Paxtakorом, да? Кроме Paxtakora, есть ли команда, которой ты болеешь, или интересно играть с ними? Да. Мы будем играть, конечно, пока не играл, но «Спутник» какая-то прикольная команда, «Спутник». Со «Спутниками» играть будете, да? А теми, кто раньше играл, есть такие команды? Раньше, ну вот я же сказал, Чагатой. Чагатой там против Феникса играли. Что еще? Бунеткор, против Бунеткора играли. Muhammad Ali hammani o'ziga yarasha orzu havasi bo'lgandek, sizlarda ham xuddi shunaqa bo'lsa kerak. Kelajakda maqsadlaring to'g'risida gapirib ber bizga. Kelajakga oldinga nimalarni maqsad qilib qo'ygansan? Zo'r futbolist bo'lish, Ronaldo, Messilardan ham zo'r bo'lishni maqsad qilib qo'yganman. O'sha Kotovichi ligalarga chiqishi, o'sha Lokomotivda o'ynashi. Qaysi jamoada kelajakda ko'p yoshlarimizdan so'raymiz. Chet ellarda o'ynashni orzu qilishadi. Seni ham bir niyating bormi chet ellarda? Qaysi jamoada o'ynagan bo'larding? Niyating? Men Barselonada. Барселонада. Тимур, тебе тоже точно такой же вопрос? Я хочу вывести Узбекистан на чемпионат мира, который там Казахстан, Узбекистан, там Аргентина, Катар, к примеру, Португалия, довести Узбекистан до такого уровня, то есть, типа, играть в Реал Мадриде, конечно, и если зарабатывать много денег, конечно, часть давать маме с папой там жить. Ну, конечно, со мной будут жить, но там что-нибудь купить, может, что-то хотят. И хочу помогать людям. Soccer Kids jamoasi nomidan sizlarga hozirgi kun kelib o'zini shu o'zbek millatini, O'zbekistonni butun dunyoga kimligini, asl o'g'loni qanaqa bo'lishini ko'rsatib namoyon qilib berayotgan Abduqodir Husanovni yangi jamoasi Manchester City jamoasini to'plari bilan sizlarni arzimas sovg'amizni esdalik uchun qabul qilasizlar, Timur. Спасибо. Muhammad Ali. Rahmat. Yana bir bora tanishtirib o'taman. Paxtakor akademiya jamoasi a'zosi Timur, Lokomotiv jamoasi a'zosi Muhammad Ali va Soccer Kids jamoasi a'zosi Murod Nabiyev sizlar bilan bo'ldi. Bu birinchi dasturimiz edi. Keyingi dasturlarimizni kuzatib borasiz degan umiddaman. Hammaga rahmat.